Egelerden mal so'ragan ağalar uchun xudo xolasa bugun arzon narxlarda yoshlari 1,5 yoshdagi o'kitchamiz sotib qo'yildi. Qip qizil krasniy o'kitchamiz. Üst tomondan görünüşleri yine elimden malımız yiyip içip yemlenip durgan o'kitchi. Qarıları çıkan. Boyları 1,20 etrafında. Yegim içimi pisantle sağlam mal. Tuyakları istegen tuyak. Çıraylı, ferişteli o'kitchani. Şaxları o'sib qiyshayib yotgan yeri yo'q. Arka tomoni baland, saqaqlari bor. O'sadigan o'kitchi. Ras hozir boqib yemlaydigan yerine getiribdi-da uni. Arka tomondan görünüşleri. O'kitchamiz. Hozir bizani sal yatsirab turibdi o'kitchamiz. Yegim için mal sağlam. Menzile geladigan bo'lsak, menzil Xorazm viloyati Shovot tuman Cho'qliq qishlog'i Yoxida. Pastda telefon nomerlarini qo'yamiz. Bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 16,5 million aytilib turibdi. Qaytib kelishib beradigan yeri bor. Shovot bo'yicha besplatniy dostavka xizmatlari ham bor. Sal uzoqroq yerdan bo'lsangiz, kelishilgan holatda dostavka xizmatlarini qilib beramiz. Uyda xo'jalikda boqilib turgan mollarni. Firmaxona yo boshqa yerning mollari emas, egalardan. Yem-ichimga gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasa pastdagi telefon nomerlari orqali bog'lanib egasi bilan savdosini qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.